Va mana darvozaga qaranglar, akalar, vashcha chiroyli qilib ishlab berishibdi. Hozir biz Marg'ilon Metal Group darvoza ishlab chiqaradigan fabrikada turibmiz. Sizlarga hozir pulni ko'rsatib boramiz. Darvozalarni qanaqa sifatda ishlab chiqarishliklarini. Qani ketdik. Yuziga e'tibor berildi. Aytish faxr degan 2 qavatli darvoza, shuni izolyatsiya bo'lgan, profillari 2,5 va listi 2 listda bo'lgan ekan. Juda chiroyli chiqqani. Bu standartga variantli darvozamiz. Bunaqa variantlardan juda ko'p. Qulaganingizga qilib beriladi. Katalog bor, murojaat qilsalaring tashlab beramiz. Yoqqanini buyurtma beraverasizlar. Ishlab chiqarish jarayonida qaytagi taqsimli darvozamiz yasalyapti. Fabrikaning bu bo'limida shtampovka stanovlarimiz bor. Mana shu stanovlar orqali har xil gullar ishlab chiqariladi. Ana shu gullar orqali biz darvozalarni yasab, egachilab topshiramiz. Marg'ilon Metal Group fabrikasida o'zini lazerlari ham bor. Mana lazerda hozir likka chiroyli naqsh berilyapti. Bundan tashqari mana bu tomonga e'tibor beradigan bo'lsa, listagip ham joylashgan. Bu listagip orqali har xil figuralar bukib chiqariladi. Mana shu Marg'ilon Metal Group tavsiya qilaman. Instagramlarni atmetga qo'yib qo'yaman. Bemalol yangiliklarni kuzatib boraverasiz. Bundan tashqari nomerlarni qoldiramiz. Murojaat qilib o'zingizlarga kerakli narsani zakaz beraverasizlar.